Qarang, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunga asosan nooziq ovqat tovarlar 10 kun ichida qaytarilishi mumkin. Bunda talab nima? Misol uchun siz telefon, kiyim oldingiz, nimadir bo'ldi. Yoqmadi sizga yoki to'g'ri kelmadi. Borasiz sotuvchiga, mana menga yoqmadi deb almashtirib ber yoki pulimni qaytarib ber deb so'rashingiz mumkin. Bunda sizdan ikkita narsa talab qilinadi. Birinchisi o'sha olgan nooziq ovqat tovaringiz shikastlanmagan bo'lishi kerak, but holatda bo'lishi kerak va uni olganingizni tasdiqlovchi cheki bo'lishi kerak. Shundagina sotuvchi tovarni qaytarib olib, sizga pulingizni berish kerak yoki boshqasiga almashtirib berish kerak. Agar sotuvchi bundan bosh tortsa, almashtirib berishdan yoki pulingizni qaytarib berishdan, siz sudga murojaat qilishingiz kerak. Iste'molchilar huquqlari bo'yicha sudga ariza berilganda davlat boji undirilmaydi. Qonunni bilish kimdandir yordam so'rashdan kuchliroq. Shuning uchun buni biling va agar qaysi tovarlarni qaytarish mumkin, qaysi tovarlarni qaytarish mumkin emasligi haqida bilmoqchi bo'lsangiz, bizning Telegram kanalimiz bor. O'sha yerda alohida post qilib qo'yganmiz. O'shandan bemalol tanishsangiz bo'ladi.